Ba'zan so'rashadi, ayol uchun eng og'riqli narsa nima? E'tiborsizlikmi? Yo'q. Chunki ayol kishi e'tiborni faqat eridan olmaydi. Mehr beradigan ota-onasi, farzandlari bor. To'g'ri, eridan mehr olmagan ayolga qiyin, lekin u bunga ham chidaydi. Qiyinchilik deysizmi? Unga ham bardosh beradi. Kerak bo'lsa, yonidagi eriga kuch bo'lish uchun o'zini bosadi, jim yuradi, lekin ayol uchun eng og'riqli narsa bilasizmi nima? Mana shu qiyin paytlarda yonida turgan erining xiyonati. Mana shu narsa ayolni ich-ichidan o'ldiradi. Chunki xiyonat qilgan erkakni ayoli birinchi bo'lib ayblamaydi. U avvalo o'zidan so'raydi. Men nima qildim? Qayerda xato qildim? U mendan yaxshiroqmidi? Mana shu o'ylar ayolni sindiradi va shu vaziyatdan keyin ayolda faqatgina tanasi qoladi. Farzandlari uchun, eri uchun, oilasi uchun jimgina yurib xizmat qiladigan tana. Lekin ichidagi ayol, o'sha hislar, o'sha qalb o'sha kuni o'ladi. Ko'pchilik esa shunday ayolni ko'rib turib, kulib yuribdi, demak unutdi deb o'ylaydi.